men senga bu yo'lni aytmayman, buni qil deb. Mani ruhiyatimda yo'q, bilasizmi? Shunchalik charchab ketganmanki, buni qil. Uyda doim ish bo'lardi. Onam uy ishlarini bersalar, dadam qo'y mol ishlarini berardilar. Buyruq shakldagi gaplardan chiqmaganman-da uyda. Uni qildingmi, buni qildingmi, buni qilib, buni berib bor. Buyruq gaplar meni shu qadar meni ongimda undoq gaplar qirganki, allergiya bo'lib qolganman. Qozonni qirsangiz ne bo'ladi-ku, xuddi shunaqa allergiya bo'lib qolganman va men o'quvchilarimni hech qanday undoq gaplarsiz olib kelaman. Chunki men shunda keldim-da, teginmaganlarida men o'zim ochdim. Itarma, men o'zim ham yura olaman degan joyda ochildim. Itarma qo'y, men o'zim yurib ko'raychi, balki yurmasam o'rgatarsan degan joyga kelganimda ochildim. Va shunchalik men darslarimda insonlar o'zlarini erkin his qiladi, nafas oladi.